Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, hammalaringiz sog' salomatmisizlar? Do'stlar, bugungi video lavhamiz kivi ko'chatlarini narxlari to'g'risida bo'ladi. Ya'ni payvand bo'lmagan jinsi aniq kivilarimizdan boshlab payvand bo'lgan jinsi aniq kivilarimiz, o'zini o'zi changlatadigan sort kivilarimiz, qizil kivilarimiz, yashil kivilarimiz, qisqa qilib aytganda sotuvda qanaqa sort kivi ko'chatlarimiz bo'lsa, har birini narxlari bilan alohidadan qisqa lo'nda aniq qilib obzor qilib bermoqchimiz. Bizda ko'chatlarni narxini yashirish, yolg'on gapirish yo'q. Narxini bilish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring, direktdan yozing, podrobniy tugmasini bosing, balo qiling, battar qiling deb xalqimizni, obunachilarimizni qiynash niyatimiz yo'q. Gapni o'g'il balasi dangalini aytib, bor narsani mana ochiqlik bilan sizlarga ko'rsatib bermoqchimiz. Demak, tayyor bo'lsalaring, obzorimizni boshladik. Xo'p do'stlar, mana birinchi qatorda ko'rib turgan kivi ko'chatlari hammasi payvand bo'lmagan jinsi aniq kivilarimiz. Narxlari 20 ming so'm, 30 ming so'm, 35 ming so'm, 35 ming so'm, 40 ming so'm, 60 ming so'm. Ko'ryapsizlar, ko'chatning sifatlari qanaqa darajada zo'r. 100 ming so'm. Mana bu 100 ming so'mlik ko'chatimiz 3 yoshli payvand bo'lmagan jinsi aniq kivimiz. Bo'yi ham mana 1 metr. Bular turpoqqa tiqib qo'yilmagan, har biri substratga ekib chiqqanmiz bu ko'chatlarni. Ko'ryapsizlar, sifati o'ta zo'r. Xo'p, endi bular hammasi payvand bo'lgan jinsi aniq kivilarimiz. Birinchida ko'rib turganlaring Hayward sortli ayol jinsidagi kivi ko'chatimiz. Narxi 100 ming so'm. Shunaqa hajmlilari. Payvand bo'lgan bu, mana ko'ryapsizlar. Qalamcha yo urug'dan chiqmagan, payvand qilingan, mana ko'ryapsizlar. Narxi 100 ming so'm. Ikkinchida ko'rib turganlaring changlatuvchi erkak kivimiz. Narxi 150 ming so'm. Sifati zo'r, payvand bo'lgan, tagligini ham yoshi katta. 1 yoshli tagli bas, mana ko'ryapsizlar. 150 ming so'm. Xo'p, bu ko'rib turganlaring gold sortli kivimiz. Narxi 150 ming so'm. Sifati zo'r ko'chatdi, payvand bo'lgan qismlari, atroskalari, hamma holati zo'r. Changlatuvchi erkak kivi ko'chatimiz ikkala sort ayol jinsidagi kivilarda changlatib meva soldiraveradi. Xo'p, bular Hayward sortimizning gibridi, o'zini o'zi changlatadigan sort kivilarimiz. Jenny sorti 150 ming so'm, payvand bo'lgan qismi. Baskop sorti 150 ming so'm, payvand bo'lgan qismi. Sifat zo'r. Isai sort kivimiz, yashil kivi bo'ladi. Narxi 150 ming so'm, payvand bo'lgan qismi. Mana ko'ryapsizlar. Bular katta hajmli payvand bo'lgan ko'chatlarimiz. Narxi 300 ming so'm. Hayward sort. Tagligini yoshi 3 yoshdan katta, mana ko'ryapsizlar. Ayol jinsidagi Hayward sort kivimiz 1,5 metrlik ko'chat bo'lgan. Buni mana 70-75 sm dan kesib qaytarib qo'yganmiz. 4 litrli to'ydi. Mana sifat zo'r. Bu ko'rib turganlaring changlatuvchi erkak kivi ko'chatimiz. Narxi 350 ming so'm. Sifatini mana o'zlaring ko'rib baho beringlar. Payvand bo'lgan qismlari mana juda ham zo'r ko'chat. To'ydi litri ham mana 10 litrli to'ydi. Shu borada mana ko'rsatib qo'yamiz. Mana 150 ming so'mlik changlatuvchi erkak kivi ko'chatimiz, 350 ming so'mlik mana changlatuvchi erkak kivi ko'chatimiz bilan farqi. Mana 100 ming so'mlik Haywardimiz bilan mana 300 ming so'mlik Haywardimizni mana farqi. Ko'ryapsizlar. Xo'p, bu ko'rib turganlaring mana gold sortli kivimiz. Narxi 350 ming so'm, 6 litrli to'ydi. Payvand degani yoshi 4 yosh. Payvandlangan mana qismlari. Sifat o'ta zo'r. Bu ham o'zi 1,5 metr, 2 metrga yaqin bo'lib qoladi. Buni kesganmiz, mana kesilgan joyi. Kesilgandan keyin mana atroskalar chiqarib, mana shoxlar chiqishini ko'ryapsizlar. Juda ham sifati zo'r. 350 ming so'm narxi mana. Xo'p, bu ko'rib turganlaring qizil kivimiz, chetdan keltirilgan, yoshi 5 yoshda, sifati o'ta zo'r.
Mana tomirlari ham chiqayotibdi, ko'rishlaring mumkin. Narxi qiziqqanlarga 350 ming so'm. Oxirida ko'rib turgan ko'chatlaring bu assorti kivimiz, ya'ni bitta payvandlikda ham erkagi, ham ayoli bor. Bundan o'zi deyarli qolmadi, bir dona qolgan ekan, ma'lumot o'rnida ko'rsatib qo'yibman. Mana tagligini ham yoshi katta, ko'ryapsizlar. 3 yoshli payvandlik. Bu tomoni mana gold ayol jins payvandlangan qism. Bu tomoni mana changlatuvchi erkak. Bitta tupda ham ayol ham erkagi bor. Narxi 400 ming so'm. Mana shu holatda ko'chatimiz mana. 8 litrli tuvakda ko'ryapsizlar. Sifati o'ta zo'r. Mana bugungi video lavhamiz shu edi. O'ylaymanki, hammaga qiziqarli, foydali ma'lumotlar bo'ldi. Yana ham to'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, telefon raqamimiz 99 kodi bilan 74040, manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'qon shahrida. Bemalol qanaqa savollar, takliflar bo'lsa beraverasizlar. Qo'ldan kelgancha, bilimimiz yetgancha javob beraveramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.